hurmatli fuqarolar, biz Qashqadaryo viloyati Qarshi Dehqonbank mahalla banki bilan sizlar bilan gaplashishdan maqsadim mahalladan chiqadigan kreditlarni, ya'ni produktlarni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Qanday produktlar bor? Mahalla loyihasi produkti bor. Mahalla loyihasi 48 oy, ya'ni turi bu 25%dan. 25%dan. Bundan 50 milliongacha beramiz. 50 milliongacha beramiz. Biznes maqsadim bor. Keyin loyihasi, biznes maqsadim loyihasi bor. Biznes maqsadim loyihasi bu 36 oy, ya'ni 3 yil. Buni ham summasi buniki yaqinga 17 million edi, yaqinga cho'zilib uzaytirildi, 25 milliongacha bo'ldi. 25 milliongacha olsangiz bo'ladi. Ikkalasiga ham kafil, ya'ni anonsiga o'tadigan bu sug'urta bilan ikkalasini ham olsangiz bo'ladi. Sug'urta bilan sizga hech kim qanaqa kafil, qanaqa garov kerak emas. Sug'urtani o'zi bilan shunday olsangiz bo'ladi. Bu qanday holatda bo'ladi? Masalan, siz 50 million olmoqchisiz mahalla loyihasidan. 50 millionni qanday olasiz sug'urta anonsiga? Sug'urta saqlaydi, 50 milliondan 2,5 million sug'urta saqlaydi. 2,5 million saqlaydi, sug'urta javob bo'ladi. Ha. Kreditda million 500 ming, kreditda million 500 ming so'm kartangizga tashlab berasiz. Bizga maqsadga qarab o'sha qanday maqsadlar bor? Masalan, siz mahalla loyihasidan kredit olmoqchisiz, 50 million olmoqchisiz. Bu qanday maqsad bo'lsa, mana chorvachilik, asalarichilik, parrandachilik, tikuvchilik, baliqchilik shu kabi